WhatsApp bolalar obunachilar, qalasizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan men Crash и Car Simulator'ga yangi qishki обновление beta test keldi do'stlar. Men nima uncha-muncha bo'lmam, chunki kasal bo'lib qoldim do'stlar. Bilasizlar, endi qishda kasal bo'lmagan odamda o'zi yo'q. Xullas, biza davay bo'lmasam yangi narsalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda bizga yangi avtomobillarni ko'rsatishga men bilasizlarga keyinroq aytib beraman o'zim. Va bizda keyingisi bu yangi vazifa bu. Buni ham keyin tushuntiraman. Yangi uy Donat do'stlar, men oldim ham buni. Sizlarga ko'rsataman. Va bizda yangi narsalar do'stlar. Bu bilan mashinaning bagajda yangi podarkalar chiqishi mumkin. Biz bo'lsa shularni olamiz do'stlar. Va keyingisi bizda yangi qorli obnova, yangi yil bilan do'stlar. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, 30-dekabrga beta test chiqdi. Bilmayman endi qachon o'ynaydigan versiya chiqadi. O'sha ko'rib turibsizlar, men yangi обновлениедagi mashinani oldim. Bu mashinani otini sizlarga aytmayman, o'zlaring topishlaring kerak. Kommentariyaga yozsalaring, men sizlarga zo'r yangilikni aytaman. Xullas, kommentariyaga bu mashinani kim to'g'ri topsa, xullas bitta bir kishi to'g'ri topsa ham podarka bor sizlarga. Mana bo'lmasam biz boshladik. Bismillah deb turib ketdik. Xo'sh. Va biz ketyapmiz. Xo'sh. Ana do'stlar. Biz ush kirib oldik do'stlar. Qani let's go. Masalan, yangi do'stlar, bu o'sha yangi uy, lekin men sizlarga buni hozir ko'rsatmayman. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, yangi yilga obnova. Kelinglar, biz birinchi o'rinda maniga kelib olamiz. Xo'sh. Mashka metga qo'yib olaman bitta. Davay do'stlar, endi sizlar xafalanmaysizlar, turasizlar. Mana do'stlar, biz kelib oldik. Endi nimaga kirib ketdim. Endi biz mashinadan tushamiz. Hop, mana tushdik. Mana do'stlar, biz kelib oldik. Mana o'sha avtosalon do'stlar, mana hayotda yangi mashinalar ham qo'shildi. Masalan, men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, bu BMW X7 yangi versiya do'stlar bu. Bunisi Toyota Land Cruiser balobattar. Xo'sh. Bunisini sizlar topasizlar dedim o'zlari. Bunisi o'zimiz o'zbekskiy Kia Sportage. Va o'sha do'stlar yangi Donat mashinani olganman, sizlarga lekin ko'rsatmayman, chunki keyingi videomizda bu mashina obzorini sizlarga qilib beraman. Xo'sh, bu mashina do'stlar Lamborghini Sian yagona kabriolet, bilmadim. Xo'sh do'stlar, bugun ko'rib turibsizlar, men mashina olganman. Xo'sh, men uni olganman. Xo'sh, mana bu ham olganman. Do'stlar, bu bizning birinchi obnovleniyamiz yangi edi. Bilmadim hozir sizlarga shu qiziqmi yo'q. Lekin men faqat bugun mashinalarning obzorini qilib beraman sizlarga, salonini. Chunki obnovleniya bu shim katta. Kichkina bo'lsa ham. Mana do'stlar, salon o'sha bizniki mana. To'g'ri salon gap yo'q. Detallashtirilgan. Вообще chiroyli. Yoqdi menga to'g'risi. Mana yoqdi. Keyingisi bizda bu Toyota Land Cruiser. Bilmayman, balobattar bo'lsa kerak. Mana Xitoydagi bo'lsa ekan. To'g'risi do'stlar, to'lka elektromobillarni qo'shish shekilli. Bilmayman, gibrid ekan do'stlar, bular почти hammasi. Salon yaxshi. Do'stlar, keyingisi bizda Lamborghini Sian. Bunikini ko'rsatmaymiz. Hazırlashaman mana. Shunaqa ekan do'stlar, lekin funksiyalari ko'p bas ekancha. To'g'risi, mana o'zimizni Kia Sportage, kimda Kia Sportage bo'lsa kommentlarga yozib yuborsin. Sportage cho'tki chiqibdi, birga bir ekan deb. Mana do'stlar, to'g'risi bir xil do'stlar. Chapcha mana Sportage'da o'tirib ko'rganman. Endi bilmayman, hamma salon har xil. Keyingisi bizda bu mana bunday noaniq secret mashina. Mana bunday o'tirib ko'ramiz. Saloni do'stlar, buniki ham yaxshi bo'ladi. Bo'laveradi.
to'g'ri do'stlar, mana shu обновление shu narsani qo'shib, lekin to'g'risini aytaman, qor qo'shiladi deb o'yladim. Beta testligiga bo'lsa kerak. Beta test deb o'ylayman. O'ynaydigan versiya chiqsa, конечно, hammasi qor bo'ladi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Crash.